Assalomu alaykum. 2026-yil 2-fevral. Hammasi hal bo'ldi, mana bo'lish bo'ldi. 76 dan pastani metallni yuraverdi. Mana yili yaxshi 87, 84, hammasidan bor. Yaqinroq kelmoqqa 90-yil raddoylari bor. Dedi. Ikkinchi filialimizda bilasizlar, faqat qimmat mashina, qimmat degani 3,5-4 ming dollarlik mashina emas. Mashinamiz mana radnoy. Pashta ikkitaga ozgina sepilgan. Pashta radnoy, ozgina kraskasi bor xolos. Bu mashinamiz kishot radnoy, hech qanday kraska tegmagan. Bu mashinamizni narxini 1600 dollarga beramiz. Bu mashinamiz mana radnoy 90-yil turibdi. Diskalarni ko'rib diskalarning ajbari вообще cho'tkista. Bu mashinamiz ham narxi bo'lgan 1600 dollar. Yaqinroq keling. 87-yil etib kraskasi bor bu mashinamiz ham. Bizda ko'p kraskasi bor yo'q. Hammasi bu yerda radnoylari. Bu mashinamiz ham narxi 1600 dollar. Yaqinroq keling. 90-yil. Men to'g'rimdan chiqdim, mana ko'rsatib o'tdim. 90-yil mashinamiz. Bu mashinamiz narxi 1300 dollar. Bu yerda qulay, eng qulay shu. Yana bitta radnoy mana 85-yilda radnoy kraska tegmagan bu mashinamiz. Ko'rsangiz, elegant diskadan to'qib qo'yilgan. Pashta umuman kraska ko'rmagan bu mashinamiz. 1600 dollar. Bu yerda faqat qimmatlar aytdi. Mana bitta qulay bor. 1300 dollarga 89-yil. 1300 dollar qulay bor. Assalomu alaykum. Bodirmay tog'ani aka. Kelaverasizlar. Mana hamma radnoylar shu. bloger tog'amni telefon 29 faqat mana shu aloqaga chiqarlar. Vaqt bemalol ko'tarib o'tdilar, bola vatar desa namoz o'qib qoladi ko'proq. Vaqtga qarab kelaverasizlar. Sog' bo'linglar.